Demak, o'quvchilar, bu yer qayer? O'rmon. Biz qaysi asarni o'tyapmiz? Mowgli asarini o'tyapmiz. Mowgli asaridagi voqealar qayerda sodir bo'lyapti? O'rmonda. Mana shu o'rmonimizga o'quvchilar hozir asarga taalluqli bo'lgan atamalar yashiringan. Siz ularni topa olasizmi? Ha. Sinab ko'raylikchi, chiqamiz. Somonur. Aha. Bag'ira. Ana qoplon bo'ladi. Ana Mowgli bilan birga yuribdi. Aha. To'g'ri. Bag'ira rangi qora bo'ladi. Yaxshimi u, yomonmi? Yaxshi. Sherning hamlalaridan Mowglini qutqarib yuradi. Barakalla. O'tirib olamiz. Keyingisi Asila. Qayerda yashiringan bo'lishi mumkin Asila? Aha, barakalla. Mowgli. Aha. Bu odam bo'ladi, odam bolasi bo'ladi. Uni ota-onasi o'rmonda yo'qotib qo'yadi. Aha. Keyin ularni bo'rilarni topadi. Aha, barakalla. O'tirib olamiz. Keyingi o'quvchimiz Muhriddin. Qayerdan topamiz Muhriddin? Balu chiqdi. Balu bu ayiq. Aha. Balu Mowglini yonida leopard bilan yuradi. Aha. Mowgliga yaxshiliklar qilib yuradi. Barakalla. O'tirib olamiz. Balu bu ayiq ekan. Yana chiqamiz. Qayerdan topamiz ekan Diyana? Yordam bermaymiz, o'quvchilar o'zi izlayapti. Bo'ri Mowgli kichkina bo'lib yo'qolib qolganda, u bo'rilarning g'origa kiradi. Ona bo'riga Mowgli yoqib qoladi, lekin ota bo'riga uncha yoqmaydi. Bo'rilar yaxshi hayvonmi bu asarda yoki yirtqich hayvonmi? Yaxshi hayvon, chunki ular Mowglini katta bo'lishiga yordam berishadi. Shuning uchun ham Mowglini qanday odam deydi? Bo'ri odam. Bo'ri odam deydi. Barakalla. Keyingi o'quvchimiz Zilola. Zilola, topaylikchi, qayerda yashiringan? Aha, eshikchan. Sherxon. Sherxon yovuz, Mowglini doim yeyman deydi. Sherxon Zilola kitobdagi Mowgli asari bilan biz biladigan Mowgli multfilmi bir xilmikin, har xilmikin? har xil. Barakalla, har xil ekan. Rahmat. Keyingi o'quvchimiz chiqamiz.